Uy sharoitida Cobalt'da 4 ta eshigini shuma izolyatsiya qilishni o'rgatib qo'yaman. Birinchi bo'lib obshivkani yechib, orqasidagi trosni chiqarib olamiz. Obshivkani yechib oldik, ko'rib turganinglardek plastmassadan boshqa hech nima yo'q. Buni vibroizolyatordan yopishtirib, shumka qilish jarayonlarini ko'rsatib qo'yamiz. Ungacha bitta lak bosib qo'yilib, ikkinchi bo'lib kuzovdagi ruchka qotadigan temircha bilan kolonkani yechib olamiz. Kuzovni yaxshilab objirka qilib, ozgina qurishini kutamiz. Aynan eshik uchun biz Noisoft B ni tavsiya qilamiz. Ikkiligini, sizlarga ham shu material kerak bo'lsa, Nurafshon ko'chada Noisoft magazini bor. O'sha yerdan bemalol olsanglar bo'ladi. Eshik uchun ikkiligidan foydalanamiz. Metr yordamida eshik razmerlarini o'lchab, materialimizni kesib, yopishtirishni boshlaymiz va ustidan havo qoldirmasdan rolik qilamiz. Shu bilan birinchi sloy tayyor. Endi eshikning ustki qismini yopib olamiz va unga ham Noisoft B. Yaxlit materialni yopishtirib, ruchka troslarini chiqarib olamiz. Buni ham yaxshilab rolik qilamiz. Eshikning ustini chiroyli qilib yopib oldik. Mana buni qarang, simlarni ustiga chiqazib qo'yib, hamma narsasini qotirib qo'ydik, tayyor qilib, endi obshivkaga o'tamiz. Obshivkani objirka qilib, kerak joylariga vibroizolyator yopishtiramiz va ustidan rolik qilamiz. Vatinga nisbatan relief yopishtirganingiz yaxshi. Ovozni o'zida ushlab qolishi zo'r. Har bir detalga alohida ahamiyat beramiz. Obshivkani ham qilib oldik va endi yig'ishni boshlaymiz. Yig'ib olganda yechgan narsalaringizni joyiga qotirib chiqasiz. Obshivkalarni ham yig'ib oldik. Ana endi buni effektini sizlar bilan birga ko'ramiz. Mana buni qarang, hammadan ham biroq. Buni qarang. Farqini ko'ryapsizlarmi? Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, o'zi shuni izolyatsiya qilmoqchi bo'lgan yaqinlarimizga yuborib qo'yamiz. Bemalol shuni izolyatsiya qilsanglar bo'ladi. Profilga obuna bo'lib qo'ying. Bundan qiziqarli videolarni qo'yib boramiz.